Dunyoda 700 yildan beri xizmat ko'rsatib kelayotgan restoran borligini bilarmidingiz? Ha, bu haqiqat. Aynan ushbu joy 700 yildan beri xizmat ko'rsatib kelayotgan tarixiy restoranlardan biri. Ushbu joy 1293-yilda sharob ombori sifatida foydalanib kelgan bo'lsa, bugun esa o'rta asrlar ruhini berib turadigan ajoyib restoranlardan biri. Hozir endi sizlarga ichkarini ko'rsataman. Turistlar juda ham ko'p tashrif buyurishar ekan bu yerga. Mana hozir qaysi davlatning turistlari bilan birgalikda kirib ketyapmiz. Bu yerga kirishingiz bilan bir paytlar faqat kinolarda ko'rgan ritsarlar aynan shu joyda o'tirganini his qilasiz. Qalin tosh devorlar, past shiflar, yog'och stollar va faqat sham yorug'i bu boshqacha hissiyot to'g'risi. Ovqatlariga keladigan bo'lsak, bu yerda zamonaviy ovqatlar yo'q deyarli. Hammasi tarixga asoslangan, o'zlarini milliy va an'anaviy tarixiy ovqatlaridir. Xullas, Latviya Rigaga kelganingizda sayohat uchun kelishingiz kerak bo'lgan joylardan biri bu aynan shu yerdir. Xullas, atmosfera juda ham dahshat. Agarda siz Yevropa hayoti, Latviya hayoti va mana shunday ajoyib kontentlar ko'rishni xohlasangiz, menga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.